Grant ta'lim maktabining mehribon, tajribali va o'quvchilar qalbiga yo'l topa olgan boshlang'ich sinf o'qituvchisi Shahnoza Ziyoviddinovna bilan sizni tanishtirmoqchimiz. Ustoz nafaqat bilim beruvchi, balki har bir o'quvchiga alohida e'tibor qaratib, ularga to'g'ri yo'l ko'rsata oladigan murabbiydir. Uning pedagogik faoliyati yillar davomida to'plangan boy tajriba va chuqur bilimlarga asoslanadi. Har bir bolaning ichki salohiyatini kashf etish va uni rivojlantirish uchun eng samarali usullarni qo'llash ustozning bosh maqsadidir. Shahnoza Ziyoviddinovna o'zining sabr-toqati, samimiyligi va mehribonligi bilan o'quvchilarga chiroyli namuna bo'la oladi. O'quvchilarning har bir muvaffaqiyati va yutug'i ustozning o'ziga xos yondashuvi, yuqori mas'uliyat hissi va ijobiy qarashlari natijasidir. Ustozning ishtiyoq va fidokorligi nafaqat bilim berishga, balki o'quvchilarni hayotga tayyorlashga, ularning kelajakdagi yutuqlariga zamin yaratishga qaratilgan.